Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun biz Pop tumanini Parda Tursun qishlog'iga xizmatga keldik. Shu tog'lar juda bosh tog'larning orasiga yomg'ir havosi. Endi men piyoda yurishni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun keyingi xizmatimiz Pop shahrining o'zida edi. Vaqtimiz bor ekan, shuning uchun piyoda yurib toza havodan nafas olib, mana shunday yurtda tug'ilganimizga, mana shunday yurtda yashab turganimizdan bir faxrlanib, g'ururlanib kelyapman. Yurtimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Qarang, tog'larimizni, osmono'par tog'larimiz, musaffo havodan nafas olish qancha bir yoqimli. Barcha yurtdoshlarimizga mana shunday go'shalarga kelib, ozmoz dam olib, mehnatdan so'ng ozmoz hordiq chiqarib ketishlarini tilab qolaman. Sog' bo'linglar, rahmat e'tibor uchun. Marhamat. Bizni tasvirga olib turgan yigitlar lekin tezroq mashinaga chiqaylik deyapti. Biz esa davom etamiz piyoda. Sog' bo'linglar.